pastki nafas yo'llari. Ma'lumki, pastki nafas yo'llariga kekirdak, hiqildoq, bronxlar, o'pka va bronxlarni tarqalib bronx daraxti hosil qilishi hamda alveolalar kiradi. Bundan tashqari o'pka va o'pkani o'rab turgan plevra pardalari kiradi. Bugungi darsimizda mana shularga qisqa to'xtalib, ilojini boricha sizlarga bir tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Mana bu rasmda nafas sistemasini to'liq ko'rinishi berilgan. Bu yerda ko'rinib turibdi, mana burun bo'shlig'i, halqum, hiqildoq, kekirdak, bronxlar, mana bu endi o'pka, o'ng va chap o'pkalar, bu alveola pufakchalari endi bir shartli ravishda sxemasi berilgan bu yerda. Mana bu endi ko'krak qafasining diafragma. Mana bularni tushungan ko'rib turibsizlar, bu qovurg'alarni kesilgan nimalari bo'ladi. Xo'p, shuni kattartirilgan bir segmentini olib ko'rsatilgan sxema mana buni pastida o'sha mana alveola bo'shliqlari mana bu yerda ko'rinib turibdi va shu alveolani tashqaridan o'rab turgan mayda qon tomirlar mana bu yerda sxematik berilgan. Bu kapillyarlar alveolani o'rab olgan. Mana bu rasmda undan ham kattalashtirib berilgan shartli ravishdagi berilgani mana qon tomirlar va alveolalarda eritrotsitlar shu kislorodni olib kelib qon tomirlariga o'tib, qon tomirlaridagi ugлекислоталар alveolalarga o'tirgan. Bu keyingi rasmimizda alohida ko'rsatamiz. Yuqorida umumiy sxemasini ko'rdik. Endi sizlarga tushunarli bo'lish uchun ilojini boricha men chizib ko'rsatishga harakat qilaman. Endi mana bu nimada kattaroq qilib chizadigan bo'lsam, kekirdak ikkiga bo'linib, ikkita bronxlarni tashkil qiladi. Bu o'ng bronx, bu chap bronx bo'ladi. Kekirdak uzunligi 9-13 santimetr bo'lib, bu bo'yi uzun qisqaligiga qarab shuncha 9-13 santimetrga bo'linadi. 16-20 ta bir yarim oy simon halqalardan tashkil topgan. Endi bronxlarga bo'lingan joyini bifurkatsiya deyiladi. Mana bu yerni bo'linishda o'ng bronx kattaroq va o'sha hiqildoqni, kekirdakni davomi deb qabul qilinadi. Chap bronx esa ingichkaroq va uzunroq bo'ladi. Endi shu bronxlar o'pkaga kiradi. Mana bu endi o'ng va chap o'pkalar desak, chap o'pka o'ng o'pkaga qaraganda 1 santimetr, yarim santimetr sal qisqaroq bo'ladi. Va bronxlar, shu bosh bronxlar o'pkaga kirgandan keyin endi bo'lak bronxlariga bo'linadi. O'ng o'pka 3 bo'lakka bo'linadi. Bo'lib, chap o'pka 2 bo'lakka bo'linadi. O'pkaga kirgan bronxlar endi
bo'lak bronxlari yana o'z navbatida bo'linishadi. Ular bo'lakcha bronxlarga bo'linadi va yana mayda-mayda bronxlarga bo'linib, o'pkani hamma qismini egallab oladi. Mana shu bronxlarning bo'linishini bronxlar daraxti deyiladi. Demak, traxeya dedik, kekrtak. Bu o'ng va chap bronxlarga, bosh bronxlarga bo'lingandan keyin mayda-mayda bo'lina boshlashi 12-16 marotaba bo'linadi. Bo'linib oxiri bronxiola degan qismini tashkil qiladi. Buni men endi bronxiolani alohida olib chiqib ko'rsatadigan bo'lsam, mana bu yerda bronxiola va bu bronxiola terminal bronxiolaga o'tadi-da, terminal bronxiola alveola pufakchasi bilan yakunlanadi. Bronxlar bilan bronxiolani farqi nafaqat ularni joylashgan joyi bilan, ularni devorlarini tuzilishi bilan ham farqlanadi. Bronxlar tog'aylardan tashkil topgan. Bular kollagen tolalari tog'ay bo'lgani uchun ular qisqarmaydi, doim ochiq turadi. Chunki bu yerdan havo kirib, chiqib ketishiga monelik qiladigan narsa bo'lmasligi kerak. Nafas olish vaqtida havo bemalol o'pkani har bir qismiga yetib borish kerak. Nafas chiqarilayotganda o'pkadan to'xtovsiz chiqib ketish kerak. Lekin mana bu bronxiolaga kelganimizda bronxiolani devori endi tog'aylardan emas, mushak tolalaridan tuzilgan. Mushak bo'lganda ham bu silliq mushak tolalaridan. Bilasizlar, silliq mushak tolalari vegetativ nerv sistemasi bilan idora qilinadi. Bu bizni ixtiyorimizga bo'ysunmaydi. Vegetativ nerv sistemasi o'zlarini simpatik, parasimpatik qismlari bilan bu bronxiolani ochib, yopib turadi endi. Demak, bronxlar havoni shu o'pkalarga to'g'ridan-to'g'ri o'tkazib berish vazifasini bajarsa, bronxiolalar ayrimlari ochilib, ayrimlari yopilish natijasida o'sha havolarni o'pkani qaysi qismlariga ko'proq kerak bo'lsa, qaysi qismlarida qulay bo'lsa, o'sha yoqqa tashlab berishga, demak, o'sha regulyatsiya qilishga, havoni nimalarni taqsimlab berishga xizmat qiladi. Shu yerda aytib ketish kerakki, ayrim kasalliklar, masalan, bronxial astma deb qo'yamiz, shu bo'g'ma kasalliklari paytida aynan mana shu bronxiolada siqilish paydo bo'lishi natijasida havo o'tmay qoladi. O'tgan havo ham yo chiqib keta olmay qoladi. Natijada astma xuruji kelib chiqadi. Xo'p, endi mana bu alveolalar pufakchalariga keladigan bo'lsak, bu o'ta bir maxsus tuzilgan, ularni devorlari endotelial hujayralardan bo'lib, bularni hozir men alohida bir sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, alveolalarni tashqi tarafidan bunday bo'lib arteriya keladi. Arteriya kelib, endi bu yog'iga vena bo'lib chiqib ketadi. Mana uni endi juda kattalashtirilgan, bu aslida kapillyar. Bu kapillyar alveolani tashqi tarafidan devoriga tegib turadi.
Endi mana shu kapillyarni bu tarafida hujayralar bor. Hujayralar bor. Bu hujayralarda modda almashuv bo'ladi doim. Tak. Va mana endi mana shu kapillyarni bu tomonlari mana shu hujayralarga tegib o'tadi. Tak. Hujayralarga tegib o'tadi. Mana bunday deb faraz qilish mumkin. Hujayralardan ugлекислый havo, endi karbonat angidrid chiqadi. Tak, alveolada kislorod bor. Bu kislorod hujayraga, kapillyarga o'tadi. Mana bu kapillyarlardan kelayotgan endi karbonat angidrid endi alveolaga o'tadi. Natijada nafas chiqib ketadi, kislorod esa organizmga, to'qimalarga kirib boradi. Endi o'pkaga qaytadigan bo'lsak, o'pkani 3 ta sathi bor. Mana bu qovurg'a sathi o'pkani. Mana bu diafragma sathi. Mana bu oraliq, mediastinal deyiladi. Ko'ks oraliq sathi bo'ladi. Mana bu yerni o'pkani cho'qqisi deyiladi. Tak. Endi buni ustiga shuncha to'laroq paydo bo'lish uchun ko'krak qafasini chizamiz. Mana bu ko'krak qafasi desak. Tak, endi mana bu yerda diafragma ketgan. Diafragma ketgan. O'pka plevra pardasi bilan o'ralgan. Plevra pardasi ikkita qavatdan turadi. Ichki qavatini ichki va tashqi qavatidan turadi. Tashqi qavatini parietal plevrasi deymiz. Buni mana bu yerdan boshlasak, bunday bo'lib ko'krak qafasini devoriga yopishgan qismi parietal deyiladi. Parietal qismi kelib, tak, parietal qismi bu qovurg'a qismi keldi. Endi diafragma qismi va ko'ks oralig'i qismi bo'ladi. O'pkani bronxlarga kelganda, o'pkani darvozasiga, ya'ni o'pkani tomiriga kelgan paytda bu endi visceral varaqqa aylanadi va o'pkaga yopishib ketadi endi. O'pkaga yopishib ketadi. Shunday bo'lib, endi mana bu oraliq parietal va visceral plevralarning orasi plevra bo'shlig'i deyiladi. Visceral plevra namlik, ozgina suyuqlik chiqaradi o'zidan. Parietal plevra esa o'ziga so'rib oladi bu narsani. Natijada plevra bo'shlig'ida ozgina namlik bo'ladi. Va shu namlik natijasida biz nafas olganda o'pkani ishqalanishini sezmaymiz, og'riq sezilmaydi. Bu tekis, yaxshi, ravon kechadi. Endi mana bu yerni, bronxlar bor joyni o'pkani darvozasi deyiladi. Bronxlar bilan birgalikda
Shu o'pkaga yana ayrim anatomik bir nimalar kiradi. Bularni masalan arteriya, vena, nervlar kiradi. Shular hammasi birikib o'pkani ildizini tashkil qiladi. O'pkani ildizi demak arteriya dedik, bronx dedik, vena dedik. Endi tepadan pastga qarab keladigan bo'lsak, o'ng o'pka bilan chap o'pkada mana shu uchala anatomik narsalarni bir joylashishi ikki xil bo'ladi. Masalan, o'ng tarafda birinchi tepadan pastga qarab ketsak, bronx joylashgan bo'ladi. Uni pastida arteriya joylashgan bo'ladi va undan keyin vena joylashgan bo'ladi. Chap tarafda esa avval arteriya, keyin bronx va nihoyat vena. Bu narsa ko'krak jarrohlari uchun juda muhim ahamiyatga ega. Shu o'pkalarda jarrohlik amaliyotlarini bajarishda qaysi bir arteriya, qaysi bir vena, qayerda bronx joylashgan topografiyasini aniqlashda kerak bo'ladi. Endi oldindan orqaga qarab ketadigan bo'lsak, masalan, oldingi sathdan orqaga qarab ketadigan bo'lsak, bu yerda bu uchala nimani joylashishi quyidagicha ketadi. Avval vena oldingi tarafida, ventral tarafida, buni orqasida arteriya va nihoyat uni orqasida bronx ketadi. Bu ham ko'krak jarrohliklarida topografiyasida muhim rol o'ynaydigan narsa. Endi ozgina sizlarga qiziqroq bo'lish uchun shuni aytish kerakki, alveolarni o'rtacha soni 750 millionga teng degan ma'lumotlar bor. Endi mana shu 750 millionga teng bo'lgan alveolarni yozib turib sathini chiqaradigan bo'lsak, bu 100 metr kvadratni egallaydi. Bu sathlardan yuqorida aytdik, kislorod to'qimalardan kelgan karbonat angidrid esa alveolarning ichiga o'tadi. Savol tug'ilishi mumkin, nega alveolalar sharsimon bo'lsa, pufak bo'lsa, nimaga burishib, puchirayib, yopishib qolmaydi? Masalan, sharni pudasangiz, keyin dami chiqib ketsa, sharlar bujmayib qoladi-ku. O'pkada shunaqa bir modda bor, uni nomi surfaktant. Surfaktant degan modda alveolalarning ichini qoplab turadi va u alveolalarning bujmayib qolishiga, alveolarning shakli o'zgarib qolishiga yo'l qo'ymaydi. U hamisha tarang sharsimon bo'lib turadi. Endi nafas sistemasini yakunlar ekanmiz. Shuni aytish kerakki, har bir sistemani, har bir to'qimani o'zini struktura funksional birligi bor. Xuddi shunga o'xshab mana nafas sistemasini ham, shaxsan o'pkani o'zini struktura funksional birligi bor. Buni atsinus deymiz. Atsinus degani uzumni boshi, ruschasiga vinogradniy groz deydi, o'zbekchasiga uzum shingilini eslatadi. Shuning uchun atsinus deyiladi. Mana hozir sizlarga men atsinusni chizib ko'rsataman. Mana bronxlar bo'linib
bo'linib bronxiola, terminal bronxiola va alveolar bronxiolalarga bo'lingandan keyin har biri bunaqa pufakchalar bilan yakunlanadi dedik. Mana shu yerni endi adsinus deyiladi. Adsinus deyiladi. Adsinus mana shunday bir uchburchak shaklida ko'rinishga ega. Bu yerdan havo kelib, mana shu alveola pufakchalarida havo almashinishini ta'minlab beradi. Mana shu yer struktura funksional birligi deyiladi. Shunday qilib, hurmatli talabalar, nafas sistemasini pastki qismini, pastki nafas yo'llarini juda qisqartirilgan holatda ko'rib chiqdik. Endi bu nafas sistemasini vazifasi nima degan savolga quyidagi. Nafas sistemasini asosiy vazifasi albatta o'z nomidan ko'rinib turibdi, nafas olish. Kislorodni olib, karbonat angidridni chiqarib yuborish bo'ladi. Ikkinchi tarofidan issiqlik almashinuvida ishtirok etadi. Chunki issiq havo chiqib, sovuq havoni kirishi natijasida tana harorati ayrim o'zgarishlarga uchraydi. Uchinchidan, suv almashuvida ham ishtirok etadi. Chunki bug' parlar chiqib, suv almashuviga ta'sir qiladi. Bundan tashqari gormonal funksiyasi ham bor. Bu makrofaglar yordamida fagotsitoz ro'y berib, o'pkaga tushgan barcha mikroblarni yo'q qilishga, o'sha yerda bir zararsizlantirishga yo'naltirilgan shunaqa gormonal vazifasi bor. Endi embrional davrida, bolani ona qornidagi rivojlanib kelayotgan davrida qon ishlab chiquvchi a'zo ham bo'lib xizmat qilgan. Hurmatli talabalar, endi ayrim masalalarga to'xtala olmadik, ayrim masalalarga ataylab to'xtalmay o'tdim. Qiziqtira olgan bo'lsam, qo'llaringda telefonlar bor. Qo'llaringda deyarli hammalaringda notebooklar bor. Shulardan foydalanib, mana shu nafas sistemasini o'sha yerdan olinglar va uni juda yaxshilab o'qib, nihoyasiga yetkazinglar. Hozirgi men sizlarga qisqacha o'tgan darslarni tushunmaganlaring yoki bo'lmasa qandaydir bir sizlarda savollar tug'ilib qolishi mumkin degan maqsadda sizlarga ushbu darsimni ayrim savollar bilan yakunlamoqchiman. Birinchi savolim shundan iboratki, nafas olishni qanday tiplari bor? Buni sizlar bilasizlar. Ikkinchi savol, nafas olishda qaysi mushaklar ishtirok etadi? Uchinchi, plevra sinuslarining vazifalari nimadan iborat? Men plevra sinuslari to'g'risida plevrani ko'rsatdim, sinuslarni chizdim, lekin sizlarga mana bu sinus deb ataylab aytmadim. Uni topib o'zlaring javob berishlaring shart. Yana bitta savol, ko'krak qafasi kengaygani uchun havo ichkariga kiradimi? Yoki havo ichkariga, o'pkaga kirgani uchun ko'krak qafasi kengayadimi? Nima deb o'ylaysizlar? Va nihoyat B, A, V yoki bo'lmasa A, B, V degan abbreviaturalarni, ya'ni harflarni yozdim yuqorida. Ular nimalar haqida gap ketdi shu yerda?
E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa, quyidagi telefonga murojaat qilishlaring mumkin.